Xullas qarindoshlar, Xitoyda mindechkin sakrog'ichi elektronniy versiyasi chiqibdi deng. Shuna knopkani bosib qo'yib sakraverar ekansizlar. Ey, mazza narsa ekan, qaranglar buni. Oilaviy sakrasanglar ham bo'lar ekan. Biz g'atinda buni sinab ko'rish kerak. Deb turib, imminni o'sha sakrog'ichdan Xitoydan zakaz berdim qarindoshlar. Shunaqa kichkinagina korobkachida kelar ekan. Bo'lganga yarasha chiroyli bo'lsin deb sap sariq rangidan aytgandim. Ana bizning elektron sakrog'ichimiz muzikali aytib berar ekan. Telefonga ulab Bluetooth orqali muzika qo'ysanglar ham bo'lar ekan bu janavarga. Ichidan chiqadigan simlarni mana shtaqang qilib qotirar ekansizlar. Buni simi sakrog'ichga emas, chars suradigan qamchiga o'xshaydi-ya. Xo'sh qarindoshlar, elektron sakrog'ichimizga iplarini chiroyli qilib qotirib olgandan keyin endi eng asosiy joyi. O'zi ham 100 kilodan oshiq qarindoshingiz domda sakrog'ich sakradi-yu. Pastdagi qo'shnilar o'sha kuni yer qimirlagan bo'lsa uzr so'rayman. Bunaqa kattakon chiroyli figuraga ega odamlar bu sakrog'ichda 2 minut sakraganini o'zi yetadi qarindoshlar, chunki peshanadagi terni qarasanglar-chi. Xullas qarindoshlar, aynan mana shu elektron sakrog'ichni Xitoydan atigi 160 ming so'mga zakaz qildim. Siz ham shu va shunga o'xshagan mahsulotlarni Xitoydan ancha arzon narxda zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, 27-28 may kunlari 2 kunlik bepul darslik bo'lib o'tadi. U darslikni o'tkazib yubormaslik uchun Pro Film shapkasidagi aynan mana shu link orqali yopiq kanalga qo'shilib oling qarindosh.